Salom bolajonlar. Bugun sizlar bilan yo'l harakati qoidalari haqida gaplashamiz. Odamlar ham, mashinalar ham yo'l harakati ishtirokchisi hisoblanadi. Demak, har kim o'z xavfsizligini o'zi ta'minlashi kerak. Piyodalarga yo'lakchalarda va maxsus piyodalar yo'lakchasida yurishga ruxsat etiladi. Bunday joylar bo'lmasa, yo'l chetida yurish mumkin. Yo'lning transport vositasi qatnaydigan qismiga yugurib chiqmang. Yo'lni kesib o'tishda zebra chizig'i ustidan o'tish zarur. G'ildirakli, rolik, konki, skateboardda faqat to'silgan tomosha bog'larida uching. Transport qatnov yo'liga chiqmang. Agar ko'cha yoki yo'lni kesib o'tish zarur bo'lsa, velosipeddan tushib, uni boshqaring. Skateboardni qo'lingizda olib o'ting. Svetofor chiroqlariga e'tiborli bo'ling. Yo'ldan o'tishda avval chap, so'ngra o'ng tomonga qarab harakatlaning. Avtobus, tramvay va boshqa transport vositalaridan ular batamon to'xtagach tushing. Ota-ona ruxsatisiz bemaqsad ko'chaga chiqmang. Belgilangan joylarda o'ynang. Transport qatnoviga xalaqit qilmang. O'z xavfsizligingizni o'zingiz ta'minlang.